Arzuyuңuz nima avval? Arzuyum çoğrak çınsı okup açqan barmış kesimi taraqi Keyin qildırıb. taraqqiy qildingiz başınamı? Çoğrak doktorxana qılğan bar, yeşilcıga can eylep doktorxana qılğan bar. Anda qaz pilağandınız. Ha, mana tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Mushu tug'ilgan kundagi arzuyingizni amalga oshishni umid qilsiz. Shuning uchun turishsiz. Endi yana diqqat qilinglar. Zibagulni necha qatim tushundirdik. Hattoki tarmoq do'konlarini kengaytirib, sayyoh bag'ich operaman dedi, mayli operamsin, tunji do'konni ochdi tuqqanlar. Andan keyin bugun bu sonimiz Urumchidan kelgan 220 ko'maydi. Mushu holatda men Zibagulga yandash bo'lib, mushu yerda kuch qo'shib, birga taraqqiy qilamiz deb turib, necha kun bo'lgan kegli tug'ilgan kuni bo'lish munosabati bilan bugun oddiy bo'lgan tug'ilgan kunni bu yerda o'tkazib turyapmiz. Zibagul sonimizni qayta tushundirmayman. Müşüçülük gayretga kelib do'konni ochib, amalar yizig'ini bildi. Nurg'un ishlarni tushundirgan bo'ldik. Qog'inni amaliyotdan qilgan orqali tushundiramiz. Bu yerdan gushonlarni tortib olgancha rasul to'limi qildinglarmi? Qumamasiz. Qilmaganmi? Lekin amaliyot tortib olmadi. Aslida gushon tortib olgankan qapaqini tursiz bo'ldi, shundaqmi? Ma do'stimizning ko'z ko'rmaydi. Sizning shu ko'z to'liq ko'rmaydi mana ishkaylardan Zibagulning uchidan to'liq ko'rmaydi. Oyoqning yerim ko'rmaydi. Ammo lekin nurg'un ko'zimiz ko'rdi qaldimi, bak ortiq holatda bir kuchayotdi. Mayoq bo'lsa Zibagulning cho'ng dadisi, yendikis onasi, analikin atrofdagi dadisi. Ma qizval bo'lsa oldin qatnimqi shu 500 ming jiq qazvadisi, lekin uningdan jiqqa qog'ini digil olmagan mush do'konning fondonsi. Necha kundan birisi mishana ishlarga yordamlashib turib, retga kelib mening koni xaridorlarim bilan tunishsin deb mush yerda shu ko'ngil bilishlarni bulvatdi. Uning oldidimi? Oldin filmda bir aql degan to'q. Do'kon ochildi tuqqanlar. Kucha shahridagi ama do'stlarimizningki men biladigan tunji do'koni ochildi muvaffaqiyatli holatda. Şu an normal kelsanglar bo'ladi. Bu yana adres bo'lsa ama shu Ocha bozori, ya'ni Mingjoyan Yüksel aşxonasining 2-qavatiga to'g'ri keldi. Müşagil kelsanglar bo'ladi. Andan keyin Zibagul undar numarasini deb beraman. 157 01 92 30 73. Ma filmni yistaşlıq yüzüsün tapmadık. Biz yistaşlıqqa hech qanday ish yo'q tuqqanlar. Qoyilligimizdan Malanın g'ayratiga bo'lgan qoyilligimizdan nurg'un do'stlarga bir manfaat bo'lib qolamiki deyatimizda bir tarafdan. Yana bir tarafdan nurg'un do'stlarimizdan qo'llaydi deb o'ylayapmiz. Hozir putquli saq turib, hamma ishlar saq turib, ota-onasini og'ich yig'iltib qaqshitayotganlar oz emas. Bu to'g'riliqni alayda to'xtalmayman. Filmni bekara ko'rsin deb injiqlab akilib bu oldinglarda ko'ngilni yerim qildigan nurg'un mazmunlarni o'tiriq chiqishni o'zim ham men baxalab ketmadim. Eng muhim bo'lgani do'kon ochildi. Qo'llagan do'stlarning musha kelib, mana shularga bir umrlik a'zo bo'lib ketsanlar, tex yaxshi bo'lmaganda eng muhim bo'lgani bugun shu singlimizga tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb bir ushur rayoniga ko'proq guldironlarni yo'llab qo'ysanglar, ko'z ko'rmagan bilan cho'qim qalbi sezdi. Hammalarning tinonlar salomat bo'lsin.